Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzumizda Amerika logistikasida haydovchilar uchun, trak haydovchilari uchun ko'proq manfaatli va foydali bo'ladi deb o'ylayman. Sababi Amerikada trak haydovchilari juda ham ko'p ish joyini almashtiradi. Buni asosiy sabablari nima deb o'ylaysizlar? Bu sabab o'zi tomonidan qiyinchiliklarga duch kelishi, ya'ni yaxshi, o'ziga mos, o'zini o'stiradigan, daromadini oshiradigan kompaniya tanlashda juda ham ko'p muammolarga duch kelishadi va ko'pincha noto'g'ri kompaniyalarni tanlab qo'yishadi. Bu video trak haydovchilarni xuddi boshida aytgan muammolariga yechim bera oladigan juda ham zo'r video bo'ladi. Shuning uchun videoga bitta like bosishi va yaxshilab bu videoni tomosha qilishni tavsiya qilaman. Demak, asosiy muammolarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, noto'g'ri kompaniyani tanlash oqibatida asosan o'rganib chiqqanimizda haydovchilar 4 ta asosiy muammoga duch kelishadi. Bulardan birinchisi bu stabil, har doim bir xil daromadni yo'qligi. Ikkinchisi bo'lsa ko'pgina jarimalarni olishi, ya'ni yo'lda, boshqa joylarda o'sha ko'p jarimalar olishi. Uchinchisi bo'lsa sog'ligini yomonlashishi va to'rtinchisi bu qanaqadir shartlarga, VIP trackka olishga orqali o'sha bitta kompaniyaga bog'lanib qolishi bo'ladi. Bu video davomida men sizlarga aytgan muammolarni qanaqa qilib yechimlari orqali video davomida men sizlarga aytgan muammolarga yechimlar topamiz va keyingi safar shu ishga kirayotganda shu aytilgan yechimlar orqali ishga kirsanglar, keyin bunaqa muammolarga sizlar duch kelmaysizlar deb o'ylayman. Demak, birinchi muammo bu stabil daromadni bo'lmaslik. Noto'g'ri kompaniya tanlash oqibatida stabil daromad qanaqa qilib bo'lmaydi degan savolga aytaylik, sizlar yaqininglardan, tanishinglardan aytdinglar, u liniyada yuribdi, hozir zo'r daromad qilyapti, qanaqadir liniya yutib olishgan va o'sha kompaniyaga ishga kirmoqchisiz. Bu ko'pincha holatlarda short term bo'ladi, ya'ni qisqa muddatli bo'ladi. Shuning uchun kompaniyani yaxshilab o'rganishingiz kerak. Bu kompaniya bozorda necha yildan beri bor va nechta trak driverlari bor va bularning tajribasi qanaqa? Sababiki ko'pgina kompaniyalar qisqa muddatda ochiladi va yaxshigina liniyalar ularga olib kirishadi va juda ham qisqa muddat ishlab ertaga yopilib ketadi. Mana shu qisqa muddatda daromad qilib olish uchun ular o'sha mindset bilan ochilgan bo'ladi. Shuning uchun ular o'zini reputatsiyasiga, kompaniyasini uzoq vaqt ishlashiga tupurib qo'ygan joyi bor va mindsetda ishlashda davom etishadi. Shuning uchun kompaniyani ozgina o'rganinglar. Misol uchun bozorda bor 14 yil, 10 yil yoki 5 yildan beri ishlab kelayotgan, stabil ishlab kelayotgan kompaniyalar bor. Ular ancha xavfsiz, ancha riski pastroq va o'sha kompaniyalarga kirib, ular bilan o'ssanglar, sizlarning daromadinglar ancha stabilniroq bo'ladi. Ikkinchi sababi noto'g'ri kompaniyaga kirish oqibatida jarimalarning ko'pligi. Bu qanaqa bo'ladi desanglar, kichkina kompaniyalar yoki yaxshi safety'siga qaramaydigan kompaniyalar yoki tizimlashmagan kompaniyalar asosan driverlarni kontrol qilmaydi. Ya'ni bu driverlarni kontrol qilmasligini oqibatida sizlar xohlagandek haydashinglar mumkin, speeding qilishinglar mumkin, sizlarni hech kim kontrol qilmagani uchun yoki bo'lmasa telefondan foydalanib ketishinglar mumkin, remen taqmasdan yurishinglar mumkin, xohlagan qoidabuzarliklarni qilishinglar mumkin, lekin sizlarning kompaniyalar umuman sizlarga biror marta bo'lsa ham ogohlantirmaydi, bu uchun chora ko'rmaydi. O'ylashinglar mumkin bu yaxshi deb, lekin sizlar o'zingizlarning karyeralarni zarar yetkazib qo'yasizlar. Ya'ni xuddi mana shu kompaniya sizlarni kontrol qilmaganligi uchun shuni oqibatida sizlar jarima oladigan bo'lsanglar, birinchi navbatda o'zingizlarni MVR'larga, ya'ni o'zingizlarni rekordinglarga zarar qilyapsizlar. Bu narsalar yig'ilib ertaga sizlar yaxshi kompaniyaga borsanglar, o'sha yaxshi liniyasi bor, qimmat yuk berayotgan kompaniyaga borsanglar, uzr biz sizni ola olmaymiz, sizda juda ham ko'p jarimalar bor ekan deb sizlarni qaytarib yuborishi mumkin. Shuning uchun ham juda ham qisqa muddatda o'ylamanglar, uzoq muddatda o'ylanglar. Birinchi navbatda o'zingizlarni, demak, o'sha yaxshi rekordinglarni o'ylanglar. Bu narsa sizlarga uzoq vaqt har bitta kompaniyaga ishga kirayotganda, har bitta kompaniya sizlarni ham yaxshilab tekshirib ishga oladi, yaxshi kompaniyalar. Ko'pgina kompaniyalar bu narsaga e'tibor bermaydi, mablag' ajratmaydi, driverlarni kontrol qilmaydi. Shuning uchun bunaqa kompaniyalardan uzoq yurganinglar yaxshi. Birinchi navbatda o'zingizlarni rekordinglar uchun. Uchinchi muammo bu sog'liqdagi muammolar deb aytaman. Bu qanaqa bo'ladi desanglar, ba'zi kompaniyalar driverlarni juda ham push qilishadi. Davay yukni tezroq olib borishimiz kerak yoki bo'lmasa haydashing kerak, bosishing kerak deb push qilishadi.
buni oqibatida sizlar sog'lig'inglarni juda ham katta miqdorda yo'qotib qo'yasizlar. Tajribali, ancha yil bozorda ishlayotgan kompaniyalar bu narsani juda ham o'ylab, o'zini oldindan o'ylangan soatlari bo'yicha qiladi. Ya'ni hech qachon driverni push qilishga harakat qilishmaydi. Agar u ma'lum bir soat yurgan bo'lsa, nabarot driverni to'xtatib dam olishini xohlashadi. Sababi ularga ertaga accidentlar, violationlar kerak emas. Birinchi navbatda o'zini kompaniyasini, ikkinchi navbatda o'zini driverlarning sog'lig'ini o'ylashadi. Ular uzoq vaqt bu biznesda ishlashni xohlashadi. Shuning uchun ham bunaqa narsalarni xohlashmaydi va sizlarni mana shunaqa joyida, endi o'zingizlar bilasizlar, pul shirin, ba'zi paytda odamni o'zi ham xohlaydi, shuni tugatib qo'yishim kerak, yana bir 2 soat haydashim kerak, keyingi yukni olishim kerak degan narsa to'g'risi pul shirin bo'lgani uchun ham bu fikr kelaveradi odamga, lekin bu joyda kompaniya qattiq qo'llik qilib o'zini siyosatini o'tkazadigan bo'lsa, o'sha joyda sizlar ham dam olasizlar va ishinglar ham yaxshi ketadi, stabilniy ketadi va sog'lig'inglar bilan mana shu uyqusizlik oqibatida kelib chiqadigan avariyalar, shunaqa holatlarni sodir bo'lish shansi juda ham minimallashadi, kamayadi. 4-muammo bu ko'pgina kompaniyalar haydovchilarni o'ziga jalb qiladigan takliflar berishadi. Misol uchun Vikipga trak beramiz, sen biza bilan 4 yil, 5 yil ishlashing kerak. Shuni Vikip orqali uzib, keyin boshqa ishga o'tib ketsang bo'ladi deb shunaqa takliflar berishadi. Bu yerda ham juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Bu narsani qilmaslik kerak demayman-ku, lekin ehtiyotkorlik bo'lish kerak. Sababi sizlar o'sha kompaniyani kontraktiga qo'l qo'ydinglarmi? Demak, sizlar bu kompaniya bilan 4 yil, 5 yillik ishla olishingizga o'sha ishonchinglar komil bo'lishi kerak. Ya'ni yangi kompaniya bo'lsa, bu bozorda hali yangi bo'lsa, bu yerda riski juda ham katta. Bu kompaniya sizlarga 1 yildan keyin hozir liniyasi bo'lishi mumkin, lekin 1 yildan keyin nima bo'ladi? Xuddi shunaqa daromadni sizga keltirib bera oladimi? Xuddi shunaqa gross qilib bera oladimi degan savollar ochiq turadi. Shuning uchun agar kompaniyalar haqiqatda bir necha yillab bozorda bo'lsa, risk juda ham kam. Unda bu riskga ko'nib olsa bo'ladi, lekin yangi kompaniyalar bilan bu narsada ehtiyot bo'lgan juda ham ma'qul. Sababi ertaga daromadinglar bugungidek bo'lmasligi mumkin va kontraktga qo'l qo'yib qo'ygansizlar, ertaga 5 so'm topasizlarmi, 1000 so'm topasizlarmi, o'sha kompaniya bilan qo'pol qilib aytganda ishlashga majbursizlar, hech qayerga keta olmaysizlar. Ular sizlarni ipsiz boylab qo'ygan bo'ladi. Shuning uchun yaxshilab kompaniyani o'rganib, o'sha joyda ozgina smart decision qilish kerak deb o'ylayman. Agar bu videoda sizlarga bergan yechimlarimiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosishni va videoni Amerikada trak haydaydigan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmaymiz. Yana sizlarda trak kompaniyasiga ishga kirishda qanaqangi qiyinchiliklar bo'lgan? Agar xuddi shunaqa qiyinchiliklar bo'lgan bo'lsa, ularni kommentariyada yozib ketinglar. Keyingi videolarimizda bunaqa qiyinchiliklarga ham qanaqa yechim bo'lishi mumkinligini sizlarga aytib o'tamiz. Videoni trak haydovchilariga jo'natib qo'ying va logistika to'g'risida ko'proq ma'lumot olib turish uchun Shoh Logist kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz.